Assalamu alaikum hürmetli dostlar. Ana tilim dana tilim balalar kanalida bizni qavg'uchi, biz bilan birli bo'lg'uchi dostlar. Barlig'imiz uchun alohida bayram bo'lgan Qozog'iston armiyasining qurilgan kuni muborak bo'lsin. Assalamu alaikum dostlar. Biz uchun o'rni bo'lak hayotda hurmatli bova, dada, akalar sizlarni 7-may Vatan qo'g'dash kuni bilan qizg'in tabriklaymiz. Durust aytsiz, hayotda balam deb safara bo'lgan atlarimiz bilan aklarimizni mayrimi bilan tabriklab, zo'r salomatlik, hayotiga xushallik tilaymiz. Biz yaxshi o'qib, xo'shal qilamiz. Qani dostlar, birga bo'laylik, marhamat. Dostlar, bugün bayram xo'shalligini dostlarım bilan tang bo'lshay deb soldat to'g'riliq she'rimni elib keldim. Soldatlar. Himoyachi vatanning o'g'il bolalar soldatlar, qasamyod sadiqlar, batur jasur soldatlar. Tun uyqumiz xotirjam, biz baxtiyor bolalar. Azod vatan tumarim, biz baxtiyor bolalar. Assalomu alaykum do'stlar. Men soldat to'g'riliq she'rimni elib keldim. Bahar keldi, may keldi, g'alabiyat ay keldi, reis taqqa to'q tikib, olim chiray keldi. Olim kelsa uyiga, malida chon xo'shali, ko'ynida qizil yulduz, ko'ksida qizil yog'li. Hayron bo'lib arzigul qo'l yog'liqqa qardi, didi kulib aksi yomon kunga yardi. Mening dadam armiya sepida bo'lgan voqealarni bizga aytib berdi. Men akalarim bilan qiziqib chiqishimiz. Kelajakda armiyaga berish armonimiz. Men buvamni, dadamni bayram bilan tabriklayman. She'r u kuni öyreliğe kirmedi, tang atqanını, gün chiqqanini bilmedi, dadalarini kutgan go'dak bolalar yo'lga qarab ko'zini ilmadi. Kalendarda bayram kuni yo'q edi, lekin rutda shu kuni ish to'xtadi. Bolalar tabrikladi qalalar yosh bolalarni yo'qladi. Manga eng yaxshi yoqadigan kino 9-may yangish kuni to'g'riliq Din Pobeda degan. Bu kinoni ko'rsam qaytlab ko'rgim keladi. Sababi mashina, tanklar ustida batur soldatlarning qo'llarida gulla, shapqalarini osmonga yetib, qinqiniga patmay, xo'shalashlarni aytib, kelishi meni ilhomlantirgan. Men dadamni qattiq yaxshi ko'raman. Apamdan dadamni qanday tabriklasam bo'ldi deb so'rsam, apam: "Qizim, dadingizga bayramlik dasturxon ratlab qo'yaylik. Dadingizning yaxshi ko'radigan taomlarini pishirib qo'yaylik. Siz maktabda olgan yaxshi baholaringizni dadingizga ko'rsating. Dadingiz xushal bo'lib qoldi degan. Shuningga tayyorlik qilamiz." Mening dadam armiyada bo'lganda, buvam bilan momamga bir necha qatim tabriklama kelgan ekan. Shu chaqda buvam bilan momam intayin xushal bo'lgan ekan. Men dadam o'xshash qo'rqimsiz jangovar bo'lman. Dostlar, bayramlik yangiliklarni sizlarga chin dilimizni izhor qildik. Sizlarga yoqdimi do'stlar? Samit biz do'stlarimizni xo'shal qilishga tirishdik. Bizni ko'rib o'tirgan atlar, aklar, mayrimlar muborak bo'lsin.